Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun biz kechkirishiga qaramay yuksak yo'lda, ya'ni do'stlar bosh ofisiga yetib keldik. Ko'pchilik videoda bosh ofis ko'rsating deyishdi, hozir biz ko'rsatyapmiz. Endi ichkaridan to'liq ma'lumotni olamiz. To'liq ma'lumotni endi sizlarni ko'p kuttirmaymiz. Rahmon akadan olamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi. Charchamaysiz, yaxshimi? Xudoga shukr. Rahmon aka mana kechkirishiga qaramay manfaatli video ko'rsatib turib, ya'ni umra narxlarini bilgani yuksak yo'lga keldik aka. Aka, birinchi o'rinda aytadigan bo'lsak, reyslarimiz qanaqa bo'ladi? Peresatga yo'q-a bizda? Yo'q, birinchi o'rinda reyslarimiz Farg'onadan to'g'ridan-to'g'ri Jidda shahriga bo'ladi. Xudo xolasa peresatkasiz primoy bizga aytilgan sanada xudo xolasa o'sha reyslarimiz uchadi. Aytilgan sana, aytilgan vaqtda uchadi. Ya'ni bordi keldi sanasi oldindan aniq. Bordi keldi sanasi oldindan rejalashtirilgan aniq bo'ladi. Misol uchun birinchi sanaga olingan bo'lsa, 14-sanada keladi. Birinchi sanada ketish qaysi vaqt bo'lsa, qaytishi ham vaqtlari aniq bo'ladi. Xudo xolasa vaqtlari aniq bo'ladi. Endi sizlarga aytadigan bo'lsak, asosiysi mehmonxonalarimiz uzoqligi qanaqa bo'ladi? Madinada mehmonxonalarimiz 50-100 metr yaqinlikda bo'ladi. Makkada 1,5 kilometr yaqinlikda bo'ladi. Xo'p, 1,5 kilometr. Avtobusda 4-5 daqiqalik yo'l. 4-5 daqiqa. 24 soat o'sha avtobuslar qatnaydi. Avtobuslar qatnaydi. Piyoda yursa qancha minut vaqt oladi aka? Piyoda endi 15 daqiqalik yo'l. 15-20 daqiqalik yo'l. 20 daqiqali. Endi yoshroqlar bo'lsa, bemalol piyoda borsalar ham bo'laveradi. Endi yosh kattalar bo'lsa, 24 soat avtobus to'xtovsiz tarzda qatnaydi. Mehmonxonalarimizni aytdik. Makkada nima deyiladi u mehmonxonamiz nomi? Makkadagi mehmonxonamiz nomi Canary Inn. Oldin 4 yulduzli bo'lsa, hozir sifati yana ham ko'tarilib 5 yulduzli mehmonxona bo'ldi. 5 yulduzli mehmonxona bo'ldi. Undan tashqari aka, ziyoratimizdan tashqari qanaqadir turlarimiz ham bormi aka? Ha, bizda endi qo'shimcha sayohatlar bo'ladi. Madinada avvalambor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam muborak ravzalari, xurmo bog'i, keyin qo'shimcha ziyoratlar bo'ladi. Makka shahrida Qizil dengiz, Rojihida ziyofat. Ularda ham o'sha umraga taalluqli barcha ziyoratlar bo'ladi, xudo xolasa. Ya'ni 15 ga yaqin. 15 ga yaqin qo'shimcha ziyoratlarimiz, sayohatlarimiz bo'ladi. Eng asosiysi ko'pchilik berayotgan savollar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ravzalariga kirish, endi Qur'on bosmaxonasiga kirish, ular ham bor, ular. Qur'on bosmaxonasi avvalo o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamda muborak ravzalari, endi bu ko'pchilik orzu qiladi buni. Bizda xudo xolasa bu 100% avvalo Alloh sabab 100% biz o'sha programma orqali hamma ziyoratchilarimizni olib kiramiz. Qur'on bosmaxonasi bizda qo'shimcha o'sha Qur'on bosmaxonasiga kirganda hammaga Qur'on kitob plus 5 litrli zamzam qaytishlarida xudo xolasa. Ular qo'shib beriladi. Undan tashqari nimchalari, ryukzaklari, undan tashqari ketishlar, nimcha, sumka, bejik beriladi. Bejiklar beriladi. Bu ya'ni kim-kimligini ogohlantirish, bilish maqsadida shunaqa qilinadi. Xo'p, eng asosiysi aka 50 boshlarimizga keladigan bo'lsak, 50 boshlarimiz malakali, tajribali 50 boshlar bo'ladi. Xudo xolasa bu yerdan birga boradi. Adakin kutib oladigan 50 boshlarimiz ham bo'ladi. 14 kun davomida, ziyorat davomida birga bo'lishadi va birga kuzatib qo'yishadi, xudo xolasa. Birga kuzatib qo'yiladi. Ya'ni birlar siz bilan safarga borib, birlar qaytishadi. Eng asosiysi undan tashqari yana bitta qo'shimcha qilib qo'yaylik. Mesestra boshqa ayollarga ayol mesestra, erkaklarga erkak shifokor. Bizda endi ayollarga u yerda ayol shifokor, erkaklarga erkak shifokor bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin biror bir mazasi qochib qolgan bo'lsa, kecha-yu kunduz o'sha yerda xizmatda bo'lishadi. U pastda ya'ni doimiy ishda bo'ladi. Yuksak yo'ldagi bo'ladi. O'zlarining xonasi bor, doimiy o'sha 50 boshlar bitta aloqaga chiqishadi, yo o'zlari keladi yoki o'zlarining xonasiga kelishadi. O'sha yerda xizmat ko'rsatadi o'sha mehmonxonada. Mana aka bizda hozir Esengi bo'yicha kuzatayotganlar bor. Eng asosiysi aka bizda hozir mana chet elda ishlayotgan hamyurtlarimiz bor. Albatta bizda o'zi umraga boradigan odamlarning ko'pi ota-onalar bo'ladi. Ya'ni har bitta farzandi orzusi ota-onasini umraga, hajga jo'natish. Eng katta maqsadlardan bittasi shu bo'ladi. Hozir mana ota-onamni jo'nataman, lekin mana uncha bizda yosh kattalar bor, uncha internetga tushunishmaydi yoki boshqa narsa. Qanday qilib qo'llaridan xabar olsam bo'ladi yoki qanaqadir o'zlarining gruppalaring bo'ladimi? Bizda o'zimizning gruppamiz bo'ladi. Doimiy o'sha 50 boshlar har bitta bizda 200 ta 300 ta odam jo'natilsa, har bitta 40 ta 50 ta odamga bitta 50 bosh tayinlanadi. O'sha 50 boshi o'zi video rasm qilib gruppamizga joylanib turadi. Bemalol o'sha gruppada xabarlashib
tursa bo'laveradi. Keyin biz orqali ham yanada to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa, yana to'liq rasm video gaplashmoqchi bo'lsa, biz orqali ham aloqaga chiqishsa bo'ladi. Ya'ni bu yerdan turib, O'zbekistondan turib, ota-onangiz ahvolini bemalol bilsa ham bo'laveradi. Ya'ni bizdan ko'pchilik shunaqa savollar beryapti, ota-onam qanday qilib xabar olsam bo'ladi deyshadi. Ya'ni do'stlar, aytganimizdek, gapni cho'zmaylik, Telegramda o'zlarining guruhlari bo'ladi. Gruppada, ya'ni hollardan xabar olsangiz bo'laveradi. Endi eng asosiylardan bittasi, aka, mehmonxonani aytdik, yeb ichishga keladigan bo'lsak, aka. Madinada 3 kun bo'lganligi sababli Madinada 2 mahal bo'ladi. Makka ziyoratida Makkada 3 mahal bo'ladi. O'zbekcha milliy issiq taomlar bo'ladi. Ya'ni qanaqadir boshqa ovqatlar? Yo'q, o'zimizning o'zbek powerlar 3 mahal issiq taomlarni ta'minlab turishadi. Bemalol xohlaganlaricha iste'mol qilib Xudo xolasa bemalol tanovul qilsalar bo'laveradi. Menimcha o'zi umrada hali bunaqa muammolar bo'lmagan. Eng katta muammolar o'sha borda sanasi noto'g'ri bo'lib qoladi, kelish sanasi noto'g'ri bo'lib qoladi. Bizga ko'pchilik savol beradi, yo'q unaqa emas, bularda borda keldi, aytganimizda yana o'sha gapni qaytaryapmiz do'stlar. Borda keldi sanasi aniq bo'ladi. Bemalol ichaverasizlar. Akamiz ham begona emas, o'zimiz tanish akalar. Biz boshqalarni olmagan sababimiz, biz boshqalarni yomonlaganimiz yo'q. Buni bu videoda sizlarga prosta tavsiya sifatida aytyapmiz. Kimdan borsangiz ham do'stlar, O'zbekistonda 14 ta firmaga litsenziya berilgan. Undan bittasi Yuksak Travel bo'ladi. Akalarimizga bemalol aloqa etsalar ham borishlari mumkin. Eng asosiysi sizga keladigan bo'lsak, noyabr oyini qaysi kuniga bor aka? Noyabr oyini hozir 22, 25, 29 noyabrlariga reyslarimiz bor. Summasi necha pul bo'lyapti aka? Summasi 1025. 1025 dollar bo'lyapti. Xudo xolasa, endi oilaviy boradigan bo'lsangiz, ular chegirmalar bo'ladi. Ofisga kelsalar yoki pastdagi nomerlarga aloqa qilsangiz. Aloqaga chiqishsa yana gaplashamiz. Kelishtirib beriladi. Bizda mana Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiyadan hamyurtlarimiz yoki yonimizda qo'shni davlatdagilar kuzatayotgan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalar, do'stlar, ishonchli yaxshi firmada turibmiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pastda nomerlarni qoldirganmiz. To'liq ma'lumot akalarimiz berishadi aka. Bemalol o'zi Tojikiston, Qirg'izistondan ham ko'pchilik boryapti. Asosan Tojikiston, Qirg'iziston, Tojikistondan ham juda ko'pchilik jo'natyapmiz. O'zimizning yaqinlar bor, tanishlar bor. Bemalol xotirjam kelib, joylashib, o'sha bir kun oldin kelishadimi, o'sha kun kelishadimi? Farg'onadan uchib, Farg'onaga kelishyapti, xudo xolasa. Kelishadi, xudo xolasa. Do'stlar, kimgadir qiziq bo'lsa, akamiz nomerlarini pastda qoldirdik. Undan tashqari boshqa siz o'ylagan savolga javob bermagan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Foydangizdan olindim desalar, bonuslarni qilib berishadi. Rahmon aka, e'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.